Assalomu alaykum O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga Andijondagi katta parranda bozoridan video qilmoqchi bo'ldik. Bugungi videomizni boshlayapmiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Narx-navosini, telefon raqamini sizlarga olib beramiz, xudo xohlasa. Mana do'stlar, qora tovuqlarimiz 150 ming so'mdan deyilyapti. Akamizni nomerini ham olib beramiz. Manzili Andijon shahrida ekan. Telefon qilsanglar ishlar bitkazib beradi. Induklarimiz 400 ming so'm deyilyaptimi? 300 ming. Makiyonlar 300 ming so'm kamini qilamiz deyapti. Xorozlarimiz 500 mingdan deyilyapti. G'ozlarimiz 300 ming so'mga 250 ming so'm deyilyapti. Jupa 500-550 so'm atrofiga tutadi. Bularda egasi hozir yo'q. Kichkina yaponlar shekilli, yapon jo'jalar. Bitta indiski. Bu 150 ming so'mdan makiyonlarimiz ekan, kamini qilib berar ekan. Xorozimiz bitta dona 300 ming so'm deyilyapti. Bu tovuqimiz qancha ekan? Tovuq. 200 ming so'm ekan o bitta xorozimiz. Xorozimiz o'ma juda bir katta ekan. Bular qancha ekan? 60 ming so'mdan deyilyapti o'rdaylar. Indiskilar kimdan ekan indiskilar? Qanchadan deyilyapti? 150 mingdan, makiyonlar 250 dan xoroz. 250 ming so'm xorozi, 150 ming so'm makiyonlar ekan. Xorozlarimiz katta ekan o'ma. Bir qaynab. Bular qancha ekan, hoji aka? 200 ming so'mdan ekan. Bolalari-chi bolalari? 70 ming kam bor. 70 ming so'mdan ekan. Go'shi nechta bo'lyapti kilosi? 100 ming so'mdan sveji so'yish beryapti. Zo'rlari bor, flandirlar bor, lekin qilamiz. 100 ming so'mdan xizmati bepul. Sveji go'shtlarimiz 100 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Andijon shahrida telefon raqamimiz Do'lma oshxonasining orqasida Qo'sharayda, Andijonda. Do'lma oshxonasi tomonda telefon raqamimizni aytib o'ramiz. 90lik 770 0104 ga telefon qilaveramiz. Panda bor, pandalar bor, flandirlar bor. Xudo xohlasa ular hali obeddan keyin telefonlashib bir yana video qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bular qancha bo'lyapti ekan aka? 150 ming so'mdan 300 ming so'm bo'lyapti ekan jupa. Jonivor juda chiroyli katta ekan. Bu bolachalar qancha ekan? Bolachalar qancha? 50 mingdan aka. 50 ming so'mdan deyilyapti. Mana 60 mingdan. Mana 60 mingdan sal kattaroqlari. Mana bu g'ozlar bor. 100 mingdan. Mana bu g'oz mana. 200 ming so'mdan deyilyapti. Yo'q, tayyorda qo'yadigan.